Toğluq Tömürxan, Abdüvəli Əli. 4-ci bab 134-ci bətdən başlandı. İskəndər Rumidən soraşdı. Məğrib bilən Məşriq diyarını qandaq qılıb aldın? O cavab verdi. Hər bir məmləkətini alğanda o məmləkətinin puxralarını rəncitmədim. Padişahlarının namını fəqət yaxşı dəb tilgə aldım. Şeyx Səyidi. Miladiyə 1336-cı ili buğday beşi iyi. Neçə gün uda yaqqan yağmur axırı toxtadı. Hava əynəkdək süpsüzük içilib ketdi. Daladın yeni həm nəmxuş ot çöpnün purğu kötürülüb burunğu purab turatdı. Dalanın həmmili yeri yap-yeşillik çömülgən bolub, boluq öskən ot çöplərinin bərgilərində və dərəxtlərinin yopurmaqlarında su tamçıları lığırlab turatdı. Quyaş nurida bu kümüş qatrılar hər xil rənglərdə tavılınıb, çaxnab turatdı. Öşnisidiki tayğının uçuğa bir əski cuğunu çigib kötürüb alğan bir natunuş yolçu tağ yoludun düşüb kelvataddı. Onun keynidə bir kök öçkə dikildab əgişib gəlməkdə idi. Eliqi yolçu tağ bağırdaki boluq öskən ot çöplükünün yeniği kəlgəndə aram eliş üçün toxtadı və öçküsünü çöplükə qoyub berib, yap-yeşil məxməldək çimliqnin içində çoxcuyub çıxıb durğan bir balbalğı yölünüb olturdu. Balbal ya da taş, adamlarının sörütü oyub çıxırılğan taşının namı. Tağ bağırda dəl dərəxtlər şalanraq bolğanlıqdan yan bağırlardaki avulni və bu avulның çitidə tüp-tüz sozulub yatqan Qaba dəryasının, yəni Ertiş dəryasının bir tarmıqı. İgiz qeşini körgili bolsumu, əmma şaqırab eqivatqan dərya suyunu körgili bolmaydı. Quyaş nurğu çömülüb, sozulub yatqan otlaqның yağmurdan keyinki mənzərisi eliqi natunuş yolçunun köz aldıda manı mən dəb ayan bolub turatdı. Otlaqның bir çetidə dövləb qoyulğan seriq çümülülər dövüsü çoxcuyub turuşardı. O yer bu yerdə padı-padı bolub yürüşkən kalılar yerdiki çöplərini tili bilən yalmab yolu bilib, xoş yaxmağandək çaynışıb turuşatdı. Tağ bağırdan eqib çıqqan bulaq suları ot çöp arasıdaki əgri-bügürü eriqlarda əynəkdək paqırab körünətdi. Eliqi yolçu ornudan turub tüvəngi qarıdı. O, egiz boyluq, gəvdilik bir yigit idi. Onun öskilən qarı çaşları bilən saqal burutlarga anda-sanda aq sancılğan idi. Yenib turğan bir cüp yoğan qarı közlərdən onun zeyrək və qaysar ikənligi çıxıb turatdı. Öskilən qarı çaşlarının üstüdən bastırıb kiyib alğan aq kigiz malxıyı kirlişib, şorlışıb, qardab ketgan idi. Onun aptapda şamalda köygən buğday öň yağaq yüzüdeki yanaq soňaklary börtüb çıqqan idi. Uçsığı kiyib alğan yan ezmilik Moңgulça pəşmeti səpərinin ısıq soğuqlarda titilib ketken bolub, itəklərdə səpər gülxanlarının ot uçqulları düşüb, köyüb ketken izləri turatdı. Malçı tayğının uçuğu çegeglik turğan əski tatırığa cuğu onunğa keçiləri yepinci bolsa, qışda soğuqdan saqlaydıgan ıssıq kiyim bolatdı. Bu çağda avul tərəbdən tağ yolunu boylab çıxıb kelivatqan bir adamның qarşısı göründü. Bir kəmlərdə eliqi adam yan bağırdan çıxıb gəldi. Onlar tinişlik soraşqandan keyin, "Hey burader, bu yer qaysı elning qışlığı?" dəb sordu natunuş yolçu eliqi adamdan. "Mehman nədən gəldikin?" dəb yandırıb sordu o natunuş yolçunun sözgə cavab verməsdən. "Doxtavilərini əsildiki zimindən köçüb ketibdi, dəb anladım,"
deb yana so'radi. Heliqi natunish yo'lovchimi uning gapiga javob bermasdan. Nega ko'chib ketganligini aytib bera olasizmi? Heliqi odam gumonsirab qoldi. Va mehmon, buni so'rab nima qilasiz? Menmi ularning nega ko'chib ketganligini toza aniq uqolmadim deb javob berdi. Mundaq desam, meni alçaqmikin deb o'ylab qolmang. Alçaq, ya'ni jasus, tintingchi, paylaqchi, qatil. Dedi natunish yo'lovchi kulib ketib. Men To'xtaviy xalqining orasidagi bir qarindishimni izlab yuraman. Siz izlab yurgan kishi kim? To'xtaviylarning Shiravul To'xtaviy deb atiladigan bir oqsoqoli bor emish. Shundaqmi? Shundaq. U To'xtaviylarning hozirgi ulug' amiri bo'ludi. Undaqda siz bizning oqsoqolni izlaydi ekansizda. Mehmon, siz qaysi urug'dan bo'lasiz? Men Do'g'latlardan. Nima? Nima deysiz o'y? Heliqi odam quliqiga ishonmadi. Do'g'latlarni bu yerdan 1 yil manganda andin yetib borg'ili bo'ladigan yiroq janubdagi Ardavel degan yerda deb anglagan. Siz rostla bir odam shu yerdan yoyoq yurib keldingizmi? Shundaq, shu yerdan keldim. U yerdan qachon chiqqan edingiz? 9 yili Saratan faslida yo'lga chiqqan edim. Mana hozir saqmi-saq 1 yil bo'ldi. Heliqi odam bu natunish yo'lovchining so'ziga yanada ishonmagandek qilib, uningga boshdan oxiri sapsilib qarab chiqdi-da, shunchalar payonsiz, odamsiz cho'l jaziralarni va qatma-qat tog'larni, haddi hisobsiz daryo suvlarini qandoq besib, qandoq kechib o'tgansiz o'y? Nima yeb, nima ichib jon saqlagansiz? Bu gapni anglab, heliqi natunish yo'lovchi kulib ketdi va aldımğa bir qoro ko'k o'chkini mal qilib selib olgandim. Ussiğanda o'chkilarni seg'ib, sutini ichdim. Qo'rsqim ochqanda o'chkilarning ichida erib, mangolmay qolganlarini o'ltirib go'shini yedim. Mana 1 yildan beri mushundaq qilib jon saqlag'ash To'xtaviylar xalqini izlab yuribdiman. Qarang, ashu bir qoro ko'k o'chkilardan mana aran birsi qoldi. Deb yenidiki, çöplükte otlab yurgan bir ko'k o'chkini ko'rsatdi. Bu so'zni anglab, heliqi natunish odam yo'lovchiga apirin o'qimay turolmadi. "Hushara, yaraysiz yigit", dedi u. "Av daryo yoqsidagi qator ko'ringan uylar To'xtaviylar xalqining uylaridir. Menmi To'xtaviylarga Idiqut Uyg'ur elidan musafir bo'lib kelib qolgan sapsayoq odamman. To'xtaviylar meni Hasan Baxshi deb atışıdı. To'xtaviylar aslida Yetsu vodisidagi suyi mo'l, old cho'pi alvak, yayliqi kang, to'ng'izliq degan bir cho'ng suv bo'yini makon tutib yashab kelishgan ko'chman chorvachi xalq edi. Uzoq yili qishda u yerlarda qattiq jut bo'lib, mollari qirilib ketgandan keyin kun patardagi Yetsuni tashlab kun tug'ardagi Qaba daryosi bo'yiga ko'chib keldi. Shunga ularni topolmaganligingiz rost. Mening ismim Tashdumir deb o'zini Hasan Baxshiga tanishtirdi yo'lovchi va ehtiyotjonlik bilan uningdan. "Hurmatli Hasan Baxshi, sizdan bir gapni so'rashga bo'lamdikin", dedi. "Marhamat, hurmatli Tashdumir, bir ko'rgan tunish debdikan, Tangrim buyursa texi tuqqanmi bo'lib qolamdiq", deb kuldi Hasan Baxshi. Shiravul To'xtaviy degan heliqi oqsoqolning Manglik xatun deydigan bir to'qili bor deb anglayman. Rasmi? Ras, biroq hurmatli Tashdumir, siz buni nima deb so'rab qoldingiz? "Ashu Manglik xatun menga 2 tuqqan hamshira bo'ludi", dedi u mug'ambarlik qilib. "Uning hozirgi ahvoli qandaqkin?" "Hey, qandaq bo'ladi?" deb xursunib qo'ydi Hasan Baxshi. "Mana men ashu 2 tuqqan hamshiringizning o'g'li bilan oqsoqolning melini billa boqqili 10 yil bo'lib qoldi. Anglasam, hamshiringiz Manglik xatun aslida marhum Chag'atay xoni Esanbug'a xonning kichik xonishi bo'lgan ekan-ku. Shundaqmi?" Tashdumirning yuragi jig'g'idi qilib qoldi. Ammo buni qilchi chamdirmadi. "Shundaq,
Keyin Esenbuğaxan atısını öldürüp etip onu almalıqqa әкеткен. Mən şundaq anladım, dedi Hasan Baxshi onunğa estaşlıq qılğan halda. Keyin mərhum Esenbuğaxanның satılmış xatun degan çoğ xanışı onu Uluq Əmir Shiravul Duxtaviga toqallıqqa berib etgan ekan. Mənglik xatun Duxtavilar arasıga kelgandan keyin Shiravul Duxtavi onu axşimi xotun, kunduzi qara tapanni qul qilib ishiltib, ko'zidan chivin qaynatdi. Bechara xotunning ko'rmagan kuni qolmadi. Jiq azoblarni tartdi. Aslida u Duxtavining uyiga kelib 8 oydan keyin bir o'g'il tug'di. Xandın bo'lgan bu o'g'ilga Tug'luq Tumur deb at qo'ydi. Keyin yana Shiravul Duxtavidinmi bir o'g'il tug'di. Uning etini Inju Malik deb qo'ydi. Siz aytayotgan ashu Tug'luq Tumur hozir nada? U yanala men bilan bilim albaqdi. Mana hozir men ashu Tug'luq Tumurning qishig'i ketyapman. Bu o'g'il ana tarafdan menga jiyan bo'ludi, dedi Tashtumur xo'shal bo'lib. U 1 yildan beri putini at, qo'lini qamchi qilib, mərhum Chag'atay xoni Esenbuğaxanның pushtidan bo'lgan ashu o'g'ilni izlab tepish uchun tag'mi-tag cho'l bayavallarda tamtirab yurib tartgan sonsizligan jabr jafolar badliga oxiri ko'zlagan maqsadiga yetgan edi. Ammo u buni hozircha chondurmadi. Shundaqmi? Bu o'g'ilning ziyrakligiga va o'zi kichik bo'lsa-mu, shunchalik eg'ir besiqligiga odamning masligi keladi. Deb Hasan Baxshi deb Tug'luq Tumurni maqtig'ili turdi. Hurmatli Hasan Baxshi, men sizdan shuni iltimos qilamanki, hozirning o'zida darhol meni uning oldiga boshlab borsangiz, dedi Tashtumur uningga iltijo qilib. Onun muddaasının zada nima ekanligini tushunolmagan Hasan Baxshi ikkilinib turib qoldi. Andin uningdan Tashtumur, "Menga rostingizni ayting, siz zada kim odam?" deb so'radi. Tashtumur qaqaqlab kulib ketdi. "Kulishingizdagi sabab nimadir?" "Bayi sizga aytdim-ku", dedi Tashtumur kulib turib. "Mənglik xatun mening 2 tuqqan hamshiram bo'ludi. Shundaq bo'lgandan men Tug'luq Tumurga tag'i bo'laman-da. Qandaq mening bu so'zimga ishonmamsiz? Kim bo'lsangiz bo'layvering, dedi Hasan Baxshimi bo'sh kelmay. Biroq ashu bechora bolani azob uqubat ichidan qutuldirib, baxtlik qila olsangiz bo'ldi. Agar siz Tug'luq Tumurga haqiqatan tag'i bo'lsangiz, ashundaq deb qasam bering. Tashtumur o'ng qo'lini ko'tarib, tantanlik holda qasam ichdi. Qasam berimanki, Tug'luq Tumurni baxit saodatga erishtirgayman. Tangri bu so'zimga guvohlik berur. Mubada bu qasmimni ishga oshira olmasam, meni Tangri ursin, yer yutsin. Oxiri Hasan Baxshi uni tog'dagi molchilar qurosiga boshlab berib, Tug'luq Tumur bilan ko'rishtirishga ma'qul bo'ldi. Yuring amsa, hurmatli o'qirman. Tashtumur kim? Kim bu yerga kimning topshirig'i bilan kelgan va nima maqsad bilan Tug'luq Tumurni izlamoqchi? Bu bir qator ishlarning tegiga yetmoqchi bo'lsangiz, yanala gapni Davlat Ulusbegi Amir Bulajining almaliqiga barg'inidan boshlashga to'g'ri keladi. Milodiya 1335-yil Saratan fasli. Xanlıq yolu ko'z yetmas uzoqlarga so'zilgan. Ilgari payansız xan yaylaq vadisida hamisha top-top tögülər, padı-padı qoylar, uyul-uyul yılqılar, top-top kalılar erkin otlap yürüşetdi. Keçiləri xanlıq yolunun iki tərəfində malçılar çalğan nəyi avazları yiraqlargacha anlanıb turatdı. Karvan malçılar turğan o tavlarga, quduqlarga yıqınlaşqanda hayat canlanıb ketib, səhra özüge xas bir turmuş bilan qaynab ketdi. Biroq 10 yildan beri Chag'atay mamlakatida uda davom qilgan Yig'i G'aliyan o'lka avdallardagi Chag'atay puhralarning ro'zg'arini quritib tashlagandan boshqa payansız Xan yaylaq vodisining hayoti kuchini sundirgan edi. Susuzlikdan chanqab, ochlikdan o'lgan hayvonlarning ustixonlari yo'l bo'yida chechilib yotadi. Çarva mallardan ayrılgan çarvıcılar qilishqa
iş tapalmagan malçılar memleketning janubdagi dehqonchilik rayonlariga musafir bo'lib, tarilib ketishgan bo'lg'ashqa, quduqlar qaraqsiz qilib, hammasining digidek suyi tartilib ketgan yoki qurib qolgan edi. Ba'zi quduqlarning atrofida ancha-muncha qara uylar qolgan bo'lsa-mu, ammo uningda o'ltirdigan odam qolmagan edi. Yo'l bo'ylab yillar davomida o'sib ko'kargan so'ksoklar qurib, qaqshal bo'lib qolgan edi. Bo'ra, tulka, eyiq yilpiz, yo'lvoz qaplan qatorliq yirtqish hayvonlarning omiti kelgan bo'lib, ularga kechalari so'kildab, oziq izlab yurishning hojati qolmagan. Ular besib o'tgan yerlarda mollarning o'liklari va ustixonlari chechilib yotadi. Şuna məs börülər tün buyi avazining baricha huvlishib chiqatdi. Ular hatta yo'lovchilardan mı qo'rqmay, ketisi yiqilgan gulxonlarga mı qo'rqmasdan yiqilishib kelishatdi. Va bu bepoyon dalada o'zlaridan boshqa yana tirik jon qolganiga hayron bo'lishib, zo'ngziyib o'ltirishatdi. Xalliq yo'lida top-top bo'lishib ketishayotgan odamlarning soni yo'q edi. Semizlikdan tüklari maxmaldak paqirab ketishgan katta atlarni tarsildatib ketayotgan moyspitlar, uruq aqsaqallari bo'lsa kerak, bo'yniga yog'och shal va arg'amchi silingan aqsaqallarning orqasidan keyniga arg'amchi bilan bog'lab chetib qo'yilgan, pat-pat urilayotgan qamchi zarbisidan ah qilib zarlashayotgan tutqunlarmi pat-pat uchrab turadi. Xalliq yo'lida bir top atliq odamlar janubga qarab ketayotgan edi. Taqqa turqidan qaraganda ular sipah baglardek ko'rinishadi. Ularning orasidagi birisining bo'y turqi, uchisiga kiyib olgan kiyimlari boshqalardan alaydirak edi. U 50 yoshlar o'pcho'risidagi kishi bo'lib, bo'yi xelili egiz, ikki do'lisi kang, bo'yni xuddi buqininkidek yo'g'on va gavdalik edi. Uning yuzidagi saqal burutlari panoh burnining tüşüklariga qaplab ketgan bo'lib, uning bu aptini ko'rgan har qanday odamning teni shurkinatdi. Uning uzun sochlari peshanasini qaplagan bo'lib, qoshlarigacha sangilab turadi. İki ko'zining o'ttirsida ikki tal tik qo'riqning izi bor bo'lib, uning qisiq ko'zlari va him yumuqliq turgan qilin kalpiklari bilan kishida vahima paydo qiladi. Uning bütün aptidan zeyraklik, rahimsizlik, qaysarlik, shafqatsizlik, ulug'liq, yovuzlik, shijoatlik, takabburlik, hushyorlik va mug'ambarlik chiqib turadi. Bu odam Chag'atay ulusidagi 4 cho'ng huquqliq bagning birisi bo'lgan Amir Bulaji Do'g'lat degan kishi bo'ladi. U Chag'atay ulusiga yangidan xon bo'lib saylangan Bozan xonga ko'rinish qilib bo'lgandan keyin paytaxt Almaliqdan o'z eli Do'g'lat qabilasiga qarab ketayotgan edi. Amir Bulaji Do'g'latning keynida yosh bir nökər etini yo'rg'iltib kelmoqda edi. Uning urushlarda chiniqqan kuchlik gavdisi, kuch urg'ib turadigan ajoyib quvvatlik ikki biliki, bütün tan qurilishining kishini hayron qoldirarlik darajadagi xush bichimligi, chiroydagi mustahkam, yengilmas jasorat tapchib turgan yo'g'on ikki ko'zi har qanday odamning diqqatini o'ziga jalb qiladi. O 30 yoshlar o'pcho'risida bo'lib, uzun qora sochlari va ikki tarafga bo'rtib chiqqan quyuq qora burutlari uning bahaturlarga xos kelishgan yuziga ajoyib zinnat berib turadi. Uning yo'g'on ko'zlaridan sadoqatmanligi, qaysarligi va ziyrakligi chiqib turadi. Bu yosh nökər to'shqan yili yozda Almaliq qal'asining yenida Mo'ng'ullarning Yuan Rengzong degan cho'ng xoni Burjigin Ayur Bahodir balaning ikki baturini orqa-orqadan o'ltirib, o'zi cho'ng xonning yana bir baturi tarafidan o'ltirilgan To'g'ril Bahodirning o'g'li Tashtemir Bahodir edi. Amir Bulaji Do'g'lat shu vaqtdagi lafzi bo'yicha uni o'z yeniga oldirgandan keyin mashq qildirib, tarbiyalab, urushlarda chiniqtirib, bahodir qilib yetishtirib chiqqan edi.
Şuningdan etibaran Taşdemir Bahadır Doğlatlarning ulus begi Amir Bulajining yenidan bir qadam ayrılmay xizmatini qilib kelmekte idi. Bu qitim Amir Bulaji Doğlat Bozan xanning Chagatai ulusining taxtiga o'ltirganligini tabriklab, paytaxt almaliq kelganda, unimi o'zi bilan billa alg'ash kelgan edi. Atliq ketayotgan ulus begi Amir Bulaji Doğlat yo'lda ketayotgan odamlarga qarab beshini chayqab qo'ydi. Ras emasmi? Esen Buğaxanning vaqtida nadi bundaq ish bo'lsin? Hozir saltanatga o'xshamay qelyotgan edi. Xanning azroqmi nupusi qolmagan tursa, kimning ichi pushmusun? Chagatai xoni Esen Buğaxan Mavara Unhay yerga lashkar tartib berib, isyanchi sulduzlar bilan barlaslarni tinjitgandan keyin milodiya 1320-yili paytaxt Almaliqqa qaytib keldi va uzoq o'tmayla tuyuqsiz qazo qilib ketdi. Milodiya 1321-yili uning o'rniga taxtga o'ltirgan Kabak xonmi uzoqqa barmay tuyuqsiz o'lib ketdi. Shuning bilan Chagatai ulusining taxtiga Esen Buğaxanning Iljiqtay bilan Davlat Timur degan inilari birsining keyindan birsi varislik qilishdi. Milodiya 1331-yili Davlat Timurmi o'lib ketib, o'rniga Esen Buğaxanning Darmasrin degan yana bir inisi Chagatai xoni bo'ldi. U uzoq vaqt Xurasan chegarasida turgan odam bo'lg'ashqa islom dinining kuchli ta'siriga uchirgan edi. Darmasrin taxtga chiqibla o'zining Budda dinidan voz kechib, islom diniga e'tiqod qilganligini jakarildi. Bu ish Chagatai mamlakatidagi Aqso'ngaklarning qattiq qarshiligini qo'zg'ab qo'ydi. Milodiya 1334-yili burunqi Chagatai xoni Davlat Timurning Bozan xon degan o'g'li tag'isi Chagatai xoni Darmasrinni yasoqqa xiloflik qildi deb jakarlab isyon ko'tardi va lashkar boshlab berib uni o'ltiribdi. Shuningdan boshlab Chagatai mamlakatida xonlarning taxti issimidi. Chagatai zada xonzodilar kayni-kaynidan isyon, to'polon ko'tarishib, bir-biri bilan taxt talishib, yig'i-g'aliyon qilishdi. Mamlakatning tinch asoyishligi buzildi. Puhralarning ro'zg'orligi uzilib, yilik qurdi. Endi bu elning taqdiri naga berib, nadi to'xtarkin? Atliq ketib, cho'nqur o'yga patgan Amir Bulaji Doğlat marhum Chagatai xoni Esen Buğaxanni aslab qoldi. Va hozirgi xonlar el ulus demidi, uruq aymığı uchun g'am yemidi. Ularga o'zining nafsini qandirib, g'azinsinla to'ldirsa kupoyi bo'ldi, deb pichirildi o'z-o'ziga. Qachonki to'shqan yilidagi ahonatlik bitim imzolandi, shuningdan e'tiboran bu elda ansizlik boshlandi. Al-hol Chagatai ulusi xuddi ko'klamdagi baygilarni ko'ngli sezib o'duqqan yuguruk otdek qayerga berib, qayerga urinishga ko'zi yetmay mushundaq tamtirab yurarmi? Marhum Chagatai xoni Esen Buğaxan Mavara Unhay yerga yurish qilishdan ilgari uni ayrim qabul qilgan edi. Meni qiyirliq besiyotgan o'xshaydi, degan edi u shu chaqda. Men 50 yoshga kirgandan keyin, ya'ni odam 50 yoshga qadam qo'ygandan keyin ondan ta'sir qiladi ekan. Orqa yelkalarim og'rib, dimim siqiladigan bo'lib qoldi. Bu yerda orqa yelka og'riqidimmi ortiqroq bir oz qiyirliqdagi sho'xliqmi bor? O'g'il farzand ko'rish orzuyimmi bor? Tangrim menga ichi og'irgandek qilib, mening bu orzuyimni Manglik xotundan vujudga chiqadiganligini bishorat berib turibdi. Shunga Manglik xotun sog' salomat yangisa, shu farzandimni o'z ko'zim bilan ko'rib degan umiddiman. Mubada
Tangri, burhanim meni bu arzuyumga yetkizsuğu yaxşı. Yetkizmese, mənglik xatundun dünyaga keladigan aşı oğulni ahyanım sana tapşırıman. Sen onu xuddi özüngning farzandida ko'rib, mening o'rnimda tarbiyalab qatarga qo'shqaysan va Chag'atay xonini, taxtini uningga tapşırgaysan. Bu oğul mening iradamga varislik qilib, Chag'atay ulusini g'albidan g'albiga boshlab mangadigan bo'lsin. U meningdan burunqi xaqallarning hukumat va saltanat sharoitini, xalq va mamlakatning yasoq qonunlarini pishiq biladigan bo'lsin. U dava talabda adil bo'lishning foydasidan va zulm va chiriklishning saltanatga keltiradigan ziynidan xabardor bo'lsin. Dövlətning uluning mustahkam bo'lmasligining vəc səbəblərə və yaxşı nam ataq qaldırış qatarlıqlarına nisbətən naiti səzgür boladigan bolsun. Adil və insaflıq buluş yolunu tutsun. Cəbir zulm qilishdan saqlanishni bilsin. Mərhum İsənbuğa xan muşularını dəvitib közlərinə issiq yaş alğan idi. Bu çağda dövlət Doğlat Ulusbegi Əmir Bulaci Chag'atay xani İsənbuğa xanның yürekni ezidigan bu sözlerini anlap, dərhal tizilnib o'ltirib, xanğa baş urgan idi və xanğa həm xanның varisiga məngü sadiq boldiganlığı haqqida yer öpüb turib, qasam ishgan idi. Nihayat, mərhum İsənbuğa xan keyinki işlərini xuddi aldın körüb algandakla to'g'ri mo'ljallagan idi. U Mavara Ünhayirdan zəfər quchib qaytib kelib, uzaq ötmey tuyuqsiz qaza qildi. Gerçi xanның ölümü haqqida har xil qiyaslar, mişmiş paranglar bulungan bolsumu, amma shu çağda bu gaplarni tahqiq qiladiganға kim bar deysiz? Esenbuğa xan cho'ng xatini satılmış xatun xanның lashkari ishlar bilan paytaxtdan sirtqa chiqib ketganligidan foydalanib, kichik haramdagi Mənglik xatunni o'ynash tutdi degan batnam bilan xanның haramidan qo'g'lab chiqirib, To'xtaviylarning ulug' amiri Shiravul To'xtaviyga to'qqanlikqa beribdi. Esenbuğa xan lashkari ishlardan yenib kelib, Mənglik xatunni so'radi. Satılmış xatun, uni birsiga buyurib berdim, dedi. Xan, bu ish yaxshi bo'lmabdi. Chunki u mendan homildor edi, dedi. Lekin buningdan ortiq hech nima deya olmadi. Chunki ularning rasm qoidalari shundoq edi. Ammo xon bu ishga intayin og'rindi, ranjidi va uzoq o'tmay olamdan o'tdi. Əmir Bulaci Chag'atay ulusining beshiga kelgan bu dishvarchilikning manbasi mamlakatda biror qobil yo'lboshchining bo'lmaganligida deb qaraydi. Chunki milodiya 1301-yili O'gaday ulusining xoni Qayduxon o'lib ketgandan keyin O'gaday mamlakati qaraqsiz qilib, mamlakat ichida davolg'ish yuz berganlikdan O'gaday mamlakati oxiri munqaris bo'lgan edi. Hala bugün Chag'atay ulusumu dal O'gaday ulusi duch kelgan ana shundaq taqdir qismatga duch kelayotgan edi. Janubdagi Mavara Ünhayirda yashaydigan Sulduz, Barlas urug'lari Chag'atay mamlakati qattiq davolg'ish ichida qolgan yomon fursatdan foydalanib, yangi boshdan tabriqchilik nag'irsini chiqishayotgan edi. Mərhum Chag'atay ulusining xoni Esenbuğa xan necha yil tirishib aran birlikka keltiralgan bir butun Chag'atay mamlakati chak chekidan bo'silib, parchalanib ketish xavfiga duch kelayotgan edi. Bu qitim Chag'atay ulusi bo'yicha chaqirilgan qurultayda Bozan xon Chag'atay xoni bo'lib saylandi. Biroq Sulduz Barlas urug'larining ulug' amirlari qurultayga kelmayli qo'ymasdan, balki xonga ko'rinish qilishqimi kelishmadi. Hatto Barlas urug'ining ulusbegi Amir Qazg'in Bozan xonning Chag'atay mamlakatiga xon bo'lib saylanganligini anglaganda, kim dedim? Manga qo'ysa kim xon bo'lsa bo'lavermamdi. Toza odamni tepib xon qilib saylabsizlarda. Bozan xonni Chag'atay xoni qilganlik xuddi o'shkini cho'naklikka qaranchi qilganlikqa barobar emasmi? Ha 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 deb kulgan edi.
obdan memleket muşunda qaraqsız qilib parçalanıp ketermi? Deb pichirildi Әмір Бұлачи ketibitib. Onundan köre bir amal qilib mərhum Çağatay xani Esen Buğa xanның oğlunu izlep tepiş sürür. Toğluq Tömürxan Abdüvəli Əli 4-ci bab Ertiş boydan qıçış 148-ci bətdən başlandı. O, Mənglik xatunның texi hayat ikənligini, onun ilham Doxtavi xalqı içində yaşap kelivatqanlığını biləpdi. Şuna Doxtavilər xalqı arasığa adam əvətiş lazımlığını diligib bitdi. Biroq bu iş intayin mühim iş idi. Bu işni orunlaşqa qattiq sınalğan adam barmısa, başqa adam bu işni hərgiz becirəlməydi. Şuna bu işni becirişkə kimni əvəzsə boludikin? O, muşularını oylavıtıp, yenida etini yorğultup kelivatqan növkiri Taşdemir Bahadırğı közü düşdü. Onun qalbi pallada yorup getdi. Bu işni faqat muşu yigitli becirəlaydı. Şuna mərhum xanның oğlunu izlep tepişdek müşkül işni onunğa tapşırışım kerek. Yaş bolğandan keyin çiniqsun, pişsun da. Xuddi Әмір Қазғынның etqindək Mavara Ünhə yerdiki Suldus, Barlas qabilələri yenidən Çağatay xanı bolğan Bozan xanını hədisila etiraf qılğısı gəlmədi. Onlarının baş-başdaqlığını körgən Əmir Bulaci qəzəbdən yerilay dəb qalğan idi. O, Esen Buğa xan 14 yılının aldıda sulduzlar bilen barlaslarını cazalığanda ularının şu çağdaki haltını saqlap qilishqa yol qoymay, belki əcellik zərbi berib, ularını tüp yıldızıdan qurtvetib, məngü qədini ruslayalmaz qılıvetken bolsa, bugünkidək əhval yüz bərmigən bolatdi. Bozan xanmı ularının baş-başdaqlığıға hədisila sükut qılıb turivermey, dərhal ləşkər başlap berib, yeni bir qıtım qattıq zərbi berib, ularının belini uçtup taşlaşqa, ərlərinin həmmisini öldürüb, balı çaqılarını qar tapan qullağa aylandır ötişkə tamamen haqlıq idi. Əttəngəy, o yumşaq qollığıdın müşkünge qaldı, dəb oyladı. Parçılınış xavfiga duch kelivatqan Çağatay ulusunu qudratlik bir saltanat mərkəzi ətrafıga qaytadan uyuşturup, xalqni ronaq tapqızış, əl yurtni qudrat tapdırış, asayişliqqa başlaş asan iş emas idi. Və bu iş iqtidarsız Bozan xanның qoludanmı gəlməkdi. Şuna məmləkətdə qattiq tərtib yasaq ornatish üçün Əmir Bulaci yenidən bir xanni o'ttirg'i chiqarishning intayin zərurligini tonib yetdi. Muşu g'araz bilan Taşdemirga ertish bo'yiga darhol berib, Do'xtaviy xalqini tepib, Mənglik xatunning ahvolini aniqlab, uningdagi homilining ahvolini bilish, agar rastilla o'g'il tug'ilgan bo'lsa, o'g'irlab əpqichib kelish haqida buyruq berdi. Taşdemir Bahadır, hörmətlik əmir, mən buyruğunuzni çoxum orunlayman. Biroq, dedi o'ylanib turib. Bu ishning qiyinligi, muddatining qisqaligi va yo'l musofasining bakmi uzunligi sizga ayon. Uning ustiga bu uzun safarga ozuqliqlarni yetkizmakmi dasi mushkil ish. Seningcha qanday qilish kerak? Deb so'radi Əmir Bulaci. Meningcha, hörmətlik Əmir Bulaci, bu vəzifəni to'liq o'rinlashim uchun manga 300 kök o'chga inoyat qilg'aysiz. Mən ussiğanda ularning sutini seg'ib ichib, ochqanda go'shini yeb g'izolanib, butkul Mo'ng'uliston atrofini kezib, bu maqsad va talabni qo'lga keltirgayman, deb javob berdi Taşdemir Bahadır dadillik bilan. Shundaq bo'lsin, dedi Əmir Bulacimu keskinlik bilan. Etqining taxirsiz o'rinlanidu. Sana 300 kök o'chga berman. Sen bu uluq vəzifənin höddüsdən toluq çıqqaysan. Senin bu vəzifəni orunlay almasligin bütün Çağatay ulusunun hayat mamati bilan münasibətlik iş bo'lib qaldı. Shundaq qilib, Əmir Bulaci Taşdemir Bahadırның sözünü qubul görüb, 300 o'chga berib, uni yo'lga saldı. Taşdemir uzaq müddətkiçə Moğoliston ətrafında şu məqsəddə izlənib yurdi. Ta ki 300 kök o'chkidan birisi qalğan çağda
Ondan Şiravul Toxtavining xalqi bilan uchrashdi va Manglik xotunning farzandlarini so'rab aniqladi. Ular Manglik xotun esan bo'lgandan homildor edi. O'g'il tug'di. Ondan Şiravul Toxtavidan yana bir o'g'il tug'di. Xondan bo'lgan o'g'liga Tug'luq Temur deb at qo'ydi. Şiravul Toxtavining o'g'liga Injumalik deb at qo'ydi deb javob berishdi. Amir Bulaji o'zining bu qarorining keyingi chaqlarda butkul bir ulus millatning, hatto butun bir davrning tarixini o'zgartib etadiganligini hargizmi o'ylab baxmagan bo'lgaydi. Shundaq, tarixning kishini eng hayron qoldiradigan yeri uning eng saltanatlik yeridir. Amir Bulajining yengidan bir xonni o'ttirg'i chiqarish haqidagi bu dana qarori keyingi chaqlarda butun bir xalqning va butun bir mamlakatning taqdiriga qayta ta'sir ko'rsatib turdi. Hürmetlik o'qirman. Doğlat Ulusbegi Amir Bulaji haqidagi so'zimizni mushu yerda to'xtatib, yana boshdagi so'zimizga qaytamiz. Hasan Baxshi taş tömürni tağdaki malçılar turalgısıga başlap ketip etip, nurgun işler haqida onun köңlidikini so'rab bilib aldı. Onun yaxshi adam ekanligiga ko'zi yetgandan keyin o'zining musulmon Uyg'ur ekanligini oshkorladi da, uningga o'zining sargurashlarini bir-birlab so'zlab berishga boshladi. Aslida Hasan Baxshi Idiqut Uluq Uyg'ur elining Lükçün degan yeridan bo'lib, bir islom muxlisining oilasida dunyoga kelgan edi. Shu zamonlarda Qo'chi Uyg'ur elining asosliq aholisi butparast Uyg'urlar bo'lsa-mu, Amma İslamiyatning ta'sirimi Manglay suyardagi İslamiyat o'choqlaridan birisi bo'lgan Qashqar diyoridan Qo'chi Uyg'ur eliga asta-asta singib kirmoqda edi. Chag'atay saltanati xalqning janubiy qismidagi Manglay suyar bilan Mahara Unhayerda islom muxlislarga keng qo'l bo'lish siyosatini yo'lga qo'ygan bo'lsa-mu, ammo xalq zaminning 4/3 qismini va aholining 6 ulushini tashkil qiladigan Qo'chi Uyg'ur xalqi Mo'ng'uliston o'lkalarida islom dinini qattiq cheklash tadbirlarini qo'llanganlikdan İslam muxlislarının bu joyda yashaydigan butparastlarning orasida islom dinini targ'ib qilishiga yo'l qo'ymadi. Islom dinining muxlislarini qattiq ta'qib qilib, dahshatlik bostirdi. Shunga islom muxlislari boshqa joylarga turkumlab qochib ketishga majbur bo'ldi. Chag'atay ma'murlarining o'ziga ziyonkashlik qilishidan saqlanish uchun Qo'chi Uyg'ur xalqidan Mo'ng'ulistonning shimolidagi Yatsu vodisida yashaydigan To'xtaviy xalqi orasiga qochib chiqqan musulmon Uyg'urlarning ichida Hasan Baxshi bor edi. Buningdan 10 yil ilgari u To'xtaviylar orasiga kelgandan keyin Şiravul To'xtaviyning melini baqdi. Aqsaqalning baş maltısı Noxambay Hasan Baxshining yeshining cho'ngib qolganligini nazarda tutib, malchi balalar ichidagi Tug'luq Temur degan 6-7 yoshlardagi bir balani uningga qo'shib berdi. U o'zi kichik bo'lgani bilan to'limi chechan, ish o'qidigan, tirishchan va charchashni bilmaydigan qaysar mijozlik bola edi. Ular bir-biri bilan tizla chiqishib, icharkishib ketishdi. Hasan Baxshi Go'dak Tug'luq Temurni yoqtirib qoldi. Uni o'z o'g'ilday ko'rib, butun otiliq mehrini uningga berishildi. Tug'ilibla ota mehrining nima ekanligini bilmaydigan Go'dak Tug'luq Temurmu Hasan Baxshini o'z otasiday ko'rib, kech-kunduz uningdan ayrilmadi. Kichik Tug'luq Temur bir anglığını unutib qalmaydigan, bir ko'rginni qila oladigan xislatga ega ziyrak bola edi. Shunga Hasan Baxshi uni xat savodli qilib chiqishga bel bog'ladi. Uningga Uyg'urcha xat putuklardan erinmasdan saboq berib, yezishni, o'qishni o'rgatdi. U qo'yning tag'oq so'nkini uningga xat taxta yasab berdi. Kunda 2 putukni yezib berib, yodqa o'qish va yezish haqida topshiriq berib turdi. Tug'luq Temur o'zi kichik bo'lgani bilan nihoyatda aqlli bo'lg'ashqa uzoqqa bormayla xat savodi to'liq chiqib,
Uyg'urcha yozilgan xat-cheklarni duduqlamasdan ravon o'qiy oladigan va yoza oladigan bo'ldi. U Hasan Baxshi aytib bergan turlik bahodirlik qissalarni azroqmi tamtirmasdan yodqa so'zlab bera oladi. Malchilar xat savatliq bo'lib qolgan to'g'liq to'mirni endi hargiz kichik chaqlamaydigan bo'ldi. Va hammasi haqiqatan aql yoshda emas, boshda ekan deyishib, og'ziga tegmay maqtishadigan bo'lishdi. Taşdömür bilan Hasan Baxshi özlərinin başlarından ötken keçmiş sərgürəşlərini sözləşib menib, tağdiki malçılar turalğısıga qandaq yetib kelganliklarini sezməyli qilishdi. O ikisi malçılar kəbisiga kelganda aldın ala deyişib alğını boyunca Hasan Baxshi tağdiki həmrahlarına Taşdömürni yoldan ezib yürgen sayaq yoluvchi ekan, manga uchrab qaldı deb tonuşturdu. Taşdömür malçılar bilan görüşüp to'g'liq tömürning oldiga kelganda uning chiroyida boshqa odatdagi odamlarda bo'lmaydigan bir turlik buyukluk surining namoyon bo'lib turganligini sezdi-da, bir yildan beri ajr to'kpan bekorga ketmabdi. Mubada uni bu yerdan davlat eliga salomat aktalsam, Chag'atay ulusining baxit saodat uchun zo'r to'kib ko'rsatgan bo'laman degan xiyol uning ko'nglidan lip qilib o'tdi. Taşdömür to'g'liq to'mirga bilinmas holda beshini egib salom qildi-yu, boshqa gap qilmadi. Miladiya 1336-yil 8-ay. Ya'ni bug'doy beshi ayining 5-kuni avul bo'yicha cho'p chepishga tushadigan kun edi. To'xtaviylar orasida burundan tortib davom qilib kelayotgan odat bo'yicha cho'p chepig'i boshlanishdan bir kun ilgari qazon esilib, avuldagi ushaq, qeri yosh ayollarning hammasiga nazir beriladi. Chunki cho'p chepig'i mazgili yetib kelish bilanla gul chechaklar to'zib, o't cho'plar buluq tus oladi. Shuning bilan salqin kuz boshlanib ketadi deb qaraladi. Shunga nazir berildigan kuni avuldagilar sahar turib ketishgan edi. Ular turlik latta puruchlardan tog' alamlar yasab, kigiz o'ylarning atroflariga esib qo'yishdi. Nazirga kelayotgan mehmonlar bara-bara ko'payishga boshlagandan keyin To'xtaviylarning ulug' amri Oqsoqol Shiravul To'xtaviy mehmonlarni so'ringa taklif qilishga ijozat berdi. Mehmon kutkuchilar so'rindikilarning oldiga go'sht usulgan tavoqlarni o'z tartibi bo'yicha tizishdi. Sorunning to'ridagi oq uyda o'ltirgan Oqsoqol Shiravulning oldiga malning beshi tizilgan yo'g'on bir tavoq pishiq go'sht keltirilgan edi. U o'zining oldiga quyuqliq tavoqdagi malning beshining o'ng qulqini pichoq bilan to'g'rib olib, og'ziga solgandan keyin mal beshidan bir to'g'ramdan kesib, boshqa mehmonlarga berdi. Boshqa mehmonlarmi oldidagi tavoqqa qo'l uzatishdi. Shiravul To'xtaviy o'zining oldiga quyuqliq tavoqdagi malning yampash go'shini pichiqi bilan kesib, to'g'rab parcha qilib olib, ushaq to'g'ralgan xam piyoz bilan qo'shib, og'ziga kaplab selib, to'limi ishtaha bilan chaynadi. Shiravul To'xtaviy bir tavoq go'shni pak-pakiz yeb tugatgandan keyin sutni ichitib yasalgan kuchlik qimizdan orqa 5 cho'chak ichdi va huzurlanib kart qilib birini kekirdi-da, atrofdagilarga qarab tamoqsingdi deb qo'ydi. U mayli qo'llari bilan burut soqollarini bir silkivatgandan keyin qo'llarini o'tkining qo'nchig'i surtdi. Shu asnoda taladan bir navkar kirib uningga talada bir odam siz bilan ko'rishishga taqozo bo'lib turibdi degan xabarni yetkazdi. Kim ekan u? deb so'radi u yog'och partisi bilan tishini ko'chilab turib. Atjoni kim? Uruq aymig'i nima ekan uning? Atjonining kim ekanligini aytmadi, dedi yiliqi navkar Oqsoqolning so'ziga javoban. Biroq Oqsoqolinglarning tuqqiniman deydi. Shiravul To'xtaviy navkarga yiliqi odamni darhol boshlab kirishga buyurdi. Bu notanish bir odam edi. U 30 yoshlar o'pcho'risida bo'lib, o'ruq, ammo gavdalik bir odam edi.
Uning yüzü dalada köp yürgenlikten köyüp, qardap ketken, qoşumu qaş, paqırap, oynap durgan otluq közlerimi qara, uzun, ösken saqal burutlarımı qara, faqat uning ağzıdaki qatar tişlerla sadapdak appaq paqırap turatdı. Uning beshida uchi ushluq qayrimi kiygizmalxay, uchisida yeşil yaqiliq ko'nglak, uning ustidan yan izmiliq mo'ng'ulcha kamzul kiygan. Putida molchi cho'rig'i bor, qari shalvur kiygan bo'lib, taqi turqi butunlay chorvachi mo'ng'ullarga o'xshasimu, ammo yuz ko'zlari, gap so'zlari va muomalasi hech bir ko'chmanga o'xshamaydi. Uning yurish turishi xuddi o'lmalarninkidek sipoya edi. Uning o'zini tamkin tutishi, muomalasining siliqligiga qaraganda uning zodi nima ish qilganligini aniqlash qiyin edi. Shiravul To'xtaviy bu kishidan kimligini so'radi. U o'z ulusdan deb mujmal javob berdi, kulimsirab turib. Uning ko'zini o'zidan ap qichiyotganligi Shiravul To'xtaviyni bir oz shubiga soldi-da, gapni agitmasdan udilla etdi. "Sen Barlas qavmidan emasmi?" deb so'radi. Heliqa odam beshini yoq degandek irg'itdi va "Yoq, men Do'g'lat urug'idan bo'laman" deb Do'g'lat urug'ining odati bo'yicha bir qo'lini yerga tekkizib javob berdi. "Ajjoning nima? Tashtumir. Nima ish qilasan? Nima ish buyursa shu ishni qilaman. Nadin kelding, naga ketyapsan?" Heliqa odam aymanganda qilib ikki yeniga aloq-jaloq qarab qo'ydi. Va "Ulug' amir, men sening bilan xoli so'zlashishim kerak" dedi. "Ikkimizdan boshqa yot odam yo'q. Buningdan xoli bo'lamdi. Ko'nglingda nima bo'lsa ochiqla aytaver." Tashtumir shubhalanganda qilib yana atrofga qaradi. Shiravul To'xtaviy uning bu ish harakatiga qarab hayron bo'lib, gumoni teximi ochdi. U ichida bu nima odamdi? Gunohkormidi yoki ot o'g'risimidi? Yoki bo'lmasa qotil, alchoqchimidi deb o'yladi. Shunga mehmonning ko'nglini tindirish uchun "Ey Tashtumir, Do'g'lat qavmi meningmi o'z qavmim. Men ularni To'xtaviylar bilan baravar ko'rman. Mubada sening men Do'g'latman degan gaping rost bo'lsa, sen hatto otangni o'ltirgan bo'lsangmi, hech qisi yo'q. Qo'rqmay so'zlaver. Mening vatanimda hech kim sana ziyon zahmat yetkazolmaydi." Shiravul To'xtaviyning o'ziga yaqinchilik qilayotganligini ko'rib, Tashtumirning ko'ngli sal taskin topgandek bo'ldi-da, "Ulug' amir, gunohkor emasman" dedi. "Yoki qir jangallarda tamtirab yurgan vatansiz salpsayoqmi emasman. Men Amir Bulaji Do'g'latning shaxsiy vakilidirman." Tashtumirning shubihlanib atrofiga aloq-jaloq bo'lib qarishidan va birdilla ko'ranglab qaltis bo'lib ketishidan Shiravul To'xtaviyning ko'nglidagi shubhi texmi kuchaydi. U mehmonni texmi dadil so'zlashga undash uchun "Amir Bulaji Do'g'latning shaxsiy vakiliman dedingmi?" deb uning keyingi so'zini atayin takrorlab qo'ydi. "Amir Bulaji Do'g'latning shaxsiy vakiliman dedingmi?" U yana qayta so'radi. "Shundoq, hurmatlik ulug' amir, oldingda turgan kishini hargizmi kichik chaqlab qolmag'aysan. Men Do'g'lat uluspigi Amir Bulaji tarafidan maxsus topshiriqlar bilan avatilgan shaxsiy vakildirman. Do'g'lat uluspigi Amir Bulajisini topshiriqlar bilan maxsus mening yenimga avatdimi?" "Yo'q, ulug' amir, butunlay undaqmi emas. Men yana Chag'atay ulusidagi har qaysi elning ulug' amirlari oldig'imi borman. Men yo'lga chiqqan chaqda uluspigi Amir Bulaji Do'g'lat fursat topolsang To'xtaviy xalqi bilanmi yo'liqib, ularning ulug' amri Shiravul To'xtaviy bilan so'zlashib ko'rarsan deb alayda topshiriqlarni bergan edi. Hozir Ardavilga ketyotamsan?" "Yo'q, Ardavildan keldim." Amir Bulaji Do'g'latdan menga yolqinliq salom. Uluspigi Amir Bulaji Do'g'lat salomatmi? U zot hali ham salomatdir. U Shiravul To'xtaviy oqsoqol nimaga muhtoj bo'lsa, menga tortinmay xabar qilsin dedi. "Biz aslida uning bilan bir ulusdan", dedi Shiravul To'xtaviy.
o seni öz qerindishi dep biladi. Xabarim bar, dedi Taşdömür Mekkar Şiravul Do'xtavining qiltaqqa o'zi dassavatganligini ko'rib. Taşdömür, endi qayoqqa baray deysan? Sening elingga mana endi kelishim, sening bilan toza tiran so'zlashmoqchiman. Şiravul Do'xtavi uni har tarafdan sinab ko'rdi. Chag'atay ulusidagi har qaysi ellarning o'zi berib ko'rgan yerlarini va to'nigan bilgan kishilarni so'rdi. Taşdömür uning savollariga qilchimi duduqlamasdan javob berdi. Şiravul Do'xtavi, kasofat hammani besh qo'ldek aniq biladigan emasmi, deb o'yladi ichida. Oxiri u Taşdömürdan oltin tamtakni so'rdi. Ulug' amir, özümning Do'g'latlardan ekanligimni boshqalarga tonutmaslik uchun malchidak yasinib yurganligimni mana o'zingmi ko'ribsan. Mening ishim shundoq bo'lgandikin Do'g'lat amirining tamtikini ko'tarib yurolmayman. Sening huzuringda bo'lmagan bo'lsam, hatto o'zimning Do'g'lat qabilasidanmi ekanligimni yoshirgan bo'latdim. Taşdömür Do'g'lat ekanligiga Şiravul Do'xtavi shak shubhasiz ishondi. Endi uning bu yerga nima vazifa bilan avatilganligini bilish kerak. Shuning uchun u uningga: "Taşdömür, menga qanday qojiting tushgan bo'lsa, tartinmay aytiver", dedi qilcha chandurmasdim. "Ulug' amir, Ulusbegi amir bulaji hozir Do'g'lat elidila emas, balki butkul Chag'atay ulusi bo'yichimi olqishga erishdi. Nihoyat sen va sening ilingmi uningdan hech bir yomonlik ko'rmadinglar-ku deyman." Shundoq, deb darhol uning so'zini tasdiqladi Şiravul Do'xtavi. Taşdömür o'zini rusli bilib salmoqlik bilan so'zini davomlashtirdi. Hozir Chag'atay ulusida yuz berayotgan to'polon isyanlar, yig'i g'aliyanlar ko'paymoqda. Hakimiyet beshidagi turlik bo'lmug'ur hodisalar haqida men sana tushundirib o'ltirmasammi, o'zing mendan bakrak tushunasan. Chag'atay xoni Davlat Timur o'lib ketgandan keyin uning Darmasrin degan enisi Chag'atay xoni bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Xurosonga berilib, o'zining asldagi ko'ni e'tiqodidan voz kechib, yangi e'tiqodga bo'ysunganligini e'lon qildi. Natijada Chag'atayzoda Bozan xon Darmasrinni yasaqqa xiloflik qildi degan bahona bilan Aqso'ngaklarga boshchilik qilib to'polon ko'tarib tag'isini o'ltirib atdi. Shuningdan boshlab Chag'atay xonining o'rni zoda ismidi. Bosh-boshdoq bag amirlar, isyonchi suldus parlaslar o'z xon, o'z bag bo'lishib bilib, hech kimga bo'ysunmaydigan tabriqchilik holatini shakllantirdi. Hozirgi xon mavara unhayirlik bo'lganlikdan albatta seningmi va meningmi beshimni silmaydi-da. Uning ustiga u texi yerilmagan tavuz, mahkam tura olamdi yo'q, Tangri biladi. Balkim u avvalqilardan zolimroq bo'lib chiqamdi texi. Unisi menimi, senmi nama'lum. Shu sababdan men sening niyat ahvolingni bilmoqchiman. Sen avvalqidaklar Do'g'latlar tarafida turamsan yoki Barlaslar tarafiga o'tmoqchimi? Kasbing hammol bo'lsa, kimning yukini ko'tirsang baribir emasmi? Barlaslardan yaxshilik ko'rmagan el Do'g'latlardan yaxshilik ko'rarmi? Uyg'urlarda akang kimni olsa, yangang shu deydigan bir gap bor. Shunga Chag'atay xoni bo'lsa, biz uchun baribir emasmi? Qeri turka Şiravul Do'xtavi quyruq tutqizmay yotadi. Shunga u ikki pisliq javobi Taşdömürga zodi yoqmadi. Biroq u qilch chandurmadi. "Ulug' amir, meni kechir", dedi u kulimsirab turib. "Men seningdan kim bilan ittifoq tuzmoqchi bo'lasan deb so'rayapman. Ya'ni Do'g'latlar bilanmi yoki Barlaslar bilanmi? Qandoq deysan? Hammasi jup-jupi bilan, menla yolg'iz mung bilan degan so'z bor. Burunqilarmi yolg'iz o'tin yonmaydi, yolg'iz qo'yin isimaydi degan haqiqatdan bilib debdikan ular. Menga qo'ysang, hech qaysisi bilan ittifoq tuzgum yo'q. Naytdi yaxshi. Men mushunala o'qsam bo'ladi. Ammo menga ruxsat berarsan. Men o'z elimga qaytib, o'z xizmatimning Ulusbegi Amir Bulaji Do'g'latga hisobot berishim kerak." Şiravul Do'xtavi uningga javob bermasdan xiyol surgunicha o'ltirib ketdi.
U xeligicha jim o'ltirgandan keyin chilimchisidan chilim sho'ridi. Uluq Əmirning chilimchisi andin sayxansiga o't yiqilgan bir kumush chilimni ko'tarib kirdi-da, chilimni xortilditib, toza dut bergandan keyin Uluq Əmirga qayta uzatdi. Shiravul Do'xtavi chilimning suyini poroqultib uzoq ichiga tartdi. Uning og'zidan va chilimning dutxonasidan chiqqan ko'kish is qari uyning chang'irg'iga turilib ko'tarildi. U toza hozirlanib olgandan keyin andin Toshto'mirga. Amir Bulajining mudasi qandaq deb savol qo'ydi. Amir Bulaji, men Shiravul Do'xtavi bilan bir yo'ldagi odam. U nimani ma'qul ko'rsa, men shuningga roziman degan gapni aytib bergan. U xat putib bermidimi? Uluq Amir, bu ishda soddilik qilishga bo'lmaydi, deb so'g'oq kuldi Toshto'mir. Men sana başta aytdim-ku, bundaq vaqtda mening yenimdan birer xat tepilsa, men sening oldinga saq kelalamdim. Ölümgü men üçün hech narsa emas. Biroq sir maxfiyatlik pash bo'lib qoladigan bo'lsa, u chaqda Chag'atay saltanatining taqdirigimi halokat uchraydi. Shunga Amir Bulaji Do'g'lat xat yozib berdi deb o'ylamsan? Bu so'zingga xato emas. Ondaq bo'lsa, sen Do'g'latlar bilan ittifoq tuzish haqida bir qaror keldingmi? Shunda Amir Bulaji nima desa, menmi ham shu. Hozircha sen aram elib tur. Erta güngacha ittifoq tuzish haqida yana rasmiy so'zlashimiz. Toshto'mir beshidagi malxini qo'lga elib, ta'zim qilganicha Uluq Amir Shiravul Do'xtavining uyidan chiqib ketdi. "Voy Toshto'mir, tez o'rningizdan turing, tez o'rningizdan turing." deb birsi tatliq uyquga g'arq bo'lgan Toshto'mirni ha deb turdi. U ko'zini aran ochdi va "Ha, nima ish?" deb so'radi uyquchilikda. Chepib kelayotgan nurg'un atlarning düpürlagan tuyuq ovozlari kelyotdi. Ya'ni odamlarning ovozimi bor. Shiravul Do'xtavi sizni tutqili kelayotgan bo'lmasin yana. Qattiq uyqudagi Toshto'mir birsining baqirgan ovozini anglagan bo'lsa-mu, ammo darhol uyg'ona olmadi. Oqshom u qattiq erib ketganlikdan baldir yotgan bo'lsa-mu, ammo uzoqcha uxlay olmadi. Uning bir ko'zi uyquga ketsa, yana bir ko'zi uyg'oq edi. Kech tun uningga bak uzoq tuyulib, har bir daqiqa, har bir kunga, har bir soat, har bir yilga aylangandek bilinib ketdi. İştlarning havshi uning yuragini yardi. "Voy Tangrim, ishni nimaga yaratgan bo'lg'iydan?" deb sarılnatdi. Shu o'ylar bilan tongga yaqin ko'zi uyquga ilingandek bo'ldi-da, qattiq uxlab ketdi. Şuna birsining uni qattiq turtib uyg'itishi, atlarning düppür-düppürlari, ishlarning havshigan ovozi uningga xuddi tushidikidek tuyulayotdi. U bu ovozlarni anglab darhol o'rnidan turib ketmoqchi bo'lsa-mu, ammo uning qo'l oyog'i birdillik kalvalishib qarg'i kelmay qo'ydi. U o'rnidan turman deb yiqilib tushdi-da, uyqusidan butunlay uyg'ondi. "Hasanbaxshi, hay Hasanbaxshi, qinisizlar, ot tayyormi?" deb so'radi u kapidan yugurib chiqib o'tib. Bu chaqda qarong'ulik ichidan Hasanbaxshining "Mana biz bu yerda, ot tayyor, allaqachon to'qib qo'ygan, darhol qashmasak endi tutilib qolamiz" deb bo'sh vaqirgan ovozi anglandi. Toshto'mir Hasanbaxshining vahimalik ovozini anglab yetib kelganda, ular allaqachon tayyorlanib bo'lishgan ekan. Bu chaqda tong texi suzilmagan, atrofni tong qorong'uligi qoplagan bo'lib, bir qadam neridagi narsani tuzuk ilg'i qilg'ili bo'lmaydi. Yiroqdan chepib kelayotgan bir to'p otning tarsildigan tuyoq ovozi barg'ansiri yiqillab kelishga boshladi. "Hey Toshto'mir, tiz bu yoqqa keling." Toshto'mir darhol ovoz chiqqan tarafga qarab yugurdi. Bu chaqda Hasanbaxshi, To'g'liq To'mir va Basa Tamirlar allaqachon otga minib tayyor bo'lishgan ekan. Ularning yenida birdan saltang ot turadi. Toshto'mirmi gapmi qilmasdan to'qug'liq turgan bir otga erig'ib mindi-da, yana bir saltang otni yetilgan peti etining beshini To'qay tarafga qarab burdi. Ular tog'dagi malchilar qo'rosidan qechib chiqib To'qayliqni to'g'ri kesib o'tdi-da, To'qayliqdagi bir buk o'rmonning ichiga shung'ib kirib ketdi.
Däl muşu çağda taňmy süzülüşke başladı. Taş tömürler bük ormanlıkның daldısıdan paylanıp özlerini tutmakçı bolgan Şiravul Toxtavinden ahırı geçip qutuldy. Çüşke yakın ormanlıkның ayıgıdaki Qartaş degen yerde Qaba daryasyny keçip ötkenden keyin atlarını almaştırıp janubga qarap ciddi yürüp ketdi. Toğluq Tömürxan Abdüveli Ali 4-nji bab Ertiş boyudan qeçiş 165-nji bäpden başlandy. Taşdömür Toxtavilarynyň uluk ämri Şiravul Toxtavinyň qara öýden qaytyp çykkandyla özüniň taqip astyga ilinganlygyny allaqaçan sezgen idi. Emma o eşlimini sezmegen bolup taki gugum düşgenge kadar awulnyň içide ayılınıp yürdi. Ahir darya yaqsidagi bük urmanlyk içide Hasan Baxşynyň yardymy bilen heliqi taqip kılgıçyny yığıştırıp etgenden keyin derhal tağdaki malçılar qorosuga qeçip gelip yoşurunup vaziyetini közetdi. 2 günden keyin Toğluq tömürünü ilip janubga Erdavilge qarap yolga çıkıdığan bolup Hasan Baxşı bilen bütüşdi. Taşdömür Kazzap Şiravul Toxtavinyň doglatlar bilen ittifak tüzdüganlygyga aslydala işenmeýdi. Onuň Şiravul Toxtavi bilen körüşüp ittifak tüzüş meselesi üstüde söhbetleşkenligi bütünlei bir hilip idi. Muşunda qilish arqılıqla özünün asli muddaasını yoşurup ketäläýdiganlygyga işengen Taşdömür Toğluq tömürni özü bilen Erdavilge, yani Doglat elige ketişke köndürgenden keyin derhal Şiravul Toxtavi bilen körüşüp onu ittifak tüzüş namy bilen koldurlatdy. Şunun bilen billa Çağatayzada Toğluq tömürni ilip Toxtaviler elinin çegrası içiden sağ-salamet keçip çıkış üçün köp baş qatırdı. Şoňa o özünün tağda mal beqiyatgan Toğluq tömür bilen uçraşqanlygyny Toxtavilerden qattiq sır tutdy. Çünki Toğluq tömürni özüge işendiriş ança oňaýgy toxtamaýdy. Onun üstüge Toğluq tömür bilen uçraşqanlygy mubada Şiravul Toxtaviga ma'lum bolup qalıdygan bolsa, özmü we Toğluq tömürmü saq qalmaýdyganlygy Taşdömürniň özügemi ayan idi. Şoňa hemmeden awal Hasan Baxşyga özüni aşkarlaş arkalyk onun özüge bolgan işençisiga erişdi-de, yana Hasan Baxşı arkalyk Toğluq tömürge onun merhum Çağatay xany Esenbuğa xanyň taxit warysy Çağatayzada eşkenligi, Doglat ulusbegi Emir Bulacınyň onu Erdavilde Çağatay ulusynyň taxtiga yölep çıkarmakçı bolupatganlygy haqqydaki uçurny yetkizdi. Emma Toğluq tömür bu gepge yanıla işenmedi. Ahir Taşdömür bu işni ansi Mäňlik hatundan sorap uqup beqişi kerekligi haqqida onunğa maslahat berdi. Toğluq tömür kiyimlerini yengüşleş bahanesi bilen awulga qaytyp berip, anisi Mäňlik hatundan bu ahvalny sordy. Anisi onunğa haqiqi ahvalny aynan sözläp berdi. Şunundan kiyinla o özünün merhum Çağatay xany Esenbuğa xanyň öz püştüdün bolgan taxit warysy Çağatayzada ekenligiga işendi ve ögey atysi uluk Emir Şiravul Toxtavidan özüge taalluk närselerini talap qılıp yandyryp almakçı boldy. Toğluq tömürniň bir işqa kirse adaqi maqsadga yetmegiçe hergiz boldy qılmaýdyganlygyny obdan bildigan ätkäsi Hasan Baxşı onunğa nasihat qıldy. Hörmetlik Çağatayzadam, dedi o. Meningden sana nasihat şuki, artıqçı qiniňni qızıtmagaýsan. Şu sebepden sen kiçkiňden ta hazırgıça qançylyk jabir jaba tartdan kim bilidi? Şiravul Toxtavinyň qeşiği berip, onun bilen hesaplassaň, yana birer peşkellikke uçurap qalamsan. Şoňa işiniň akıbetini obdan oýlaşarsan. Bundaq deyiş arkalyk hergizmi seni öz niýetiňden yandırmakçı emasman. Aksçe men senin aslida özüňe taalluk bolgan närselerini qaytyryp bilişiňni gollaýman. Belki senin Çağatay saltanatyga tinç aman çıkışınga tilekdaşman.
Mubada bu maqsad oңuşluq əməlgə assa, həmmimiz sən üçün xoşal bolumuz, təntəni qılımız. Lekin sən uluq işqi tutunmaqçı boluvatqan yigit dursan. Şuna aldırmay, huduqmay iş qilish kerak deməkçimən. Ey hörmətlik Hasan Baxshi, mən senin gipingni tushunib o'ltiribdiman. Mən seni öz atam deb bilaman. Sening maslahat nasihatlaring men uchun go'yo yamoq tuzukdir. Lekin bir narsani unutmaslik lozimki, har ishni qizig'ida qilgan yaxshi. Fursat qo'ldan ketsa, qaytib kelmaydi. Şuna Toğluq Tömür sözünü tügütüpla çıqıp ketdi. Bu çağda Taştömür Bahadır Hasan Baxşığa öz yürəkidəki dərdini içib etqan idi. Gördünüzmü? Toğluq Tömürni kimni doğurgan? Onu 10 yıldan buyan qoy biqib, jabr japa çekib, qiziqqanlığı besildi, ədibini yep burnuğu su kirdi desem, nədikini, teximi eşib, bəyni yenib durgan çoqqa aylanıbdı. Anlasam xalqlar onun mərhum atısı İsən buğa xanımı menisiga bir narsa o'rnatdimi? Bo'ldi. Zadili qaytirib bo'lmas edi deyishidu. O'sharra isil atning qulini mana mushundaq isil tay boludu. Shug'unisi hozir u texi ojiz, qanot quyrug'i tex qatmidi va Barlas Sulduz To'xtaviy Juras Bayirqu xalqiga o'z amrini o'tkazalaydigan darajaga yetmidi. U bir falokatga uchrab qalmasili bo'ladi-ku. Onundan xavotirlanmatıman. Şiravul To'xtaviy o'gay o'g'li To'g'luq Tömürning niyat ahvolining buzilganligini ko'rib, vahima yeb qoldi. Bo'rining bolasini har qancha vaqtining bilan yanada bo'ri bo'ladi-da, deb o'yladi o'z ichida. Qara, potlisinimi o'nglab ertalmaydigan bir ko'k manqa yetimning cho'ng bo'lib olibla, etilib turadigan qaplonga Dəssigan nərsini yanjib tashlığımıqca hərgiz boldu qılmaydigan məs buğurğa, təkkən qoyunu yerib tashlımıqca zadı toxtumaydigan kök börüge aylanğını körməmdigan. Biroq, yaqinqi kunlardan buyan u o'zining haqiqiy nasab hasabining kim ekan surishti qilib qoldi. Hatto mushu ish tufaylidan mening bilan orqa-orqadan 2 tapqur so'qishdi. Bo'libmi bu dapqurda u uyimga bastırıp kirib, kanimni bo'g'ib turib, heliqi yo'lvas suratlik oltin tamtakni hozirning o'zida manga bersan deb meni qiyin qistaqqa oldi. Bermagan bo'lsam, u meni o'ltirib o'tishdan yanmaydigandek qiladi. Oxiri yo'lvas suratlik oltin tamtakni uningga berib qutuldim. Bu ilgariki uningda zadili ko'rilib baxmagan bir g'alita holg'u. Şiravul To'xtaviy to'la o'ylab bu ishning tegiga yetolmadi. U beshining ishchimi, teshimi qetib, nima qilarini bilolmay turadi. Uning paylaqchilaridan birsi kirib, Taştömür hamisha degidak tog'dagi molchilar qorosiga berib, To'g'luq Tömürlarning kapsida qo'nib qoladi ekan degan xabar qildi. Bu gapni anglab, Şiravul To'xtaviyning ko'zi pallida yo'rib ketgandek bo'ldi va ha, ish asli mundaq ekanda. Men texi uni Amir Bulajının mening bilan ittifoq tuzishga avatgan odami deb yursam, u aslida To'g'luq Tömür degan yetim o'g'loqni ko'zlab kelgan ekan. Uni hargiz tiriq qo'yishga bo'lmaydi ekan. Mubada uni yo'qotmasam, To'g'luq Tömürni quturtib, uni menga qarshi qo'ydi-da, elimizning ittifoqini buzib, ro'zg'orimizning barkatini qochirdi. Şuna undaq buzg'unchini darhol tutib, ko'zdan yo'q tushim kerak deb o'ylagan edi. U şuna darhol 20-30 odamini elib, o'zining tog'dagi malchilar qorosiga qarab, kechilab yo'lga chiqqan edi. Nazm. Kimki yangidan salsa imorat, u ketib boshqasi ko'ridi rahat, va lekin boshqada yana shu havas, hech kim bu binoni butkizgan emas. Shayx Saidi.